Dubay asoschisi Shayx Rashiddan mamlakat kelajagi haqida so'rashganda, u shunday degan: "Bobom tuyada yurgan, otam ham tuyada yurgan, men Mercedes haydayman, o'g'lim Land Roverda yuradi, nabiram ham Land Rover haydaydi, ammo evaram yana tuyaga minadi." Nega deb so'rashganda, u javob berdi: "Og'ir davrlar kuchli odamlarni yaratadi. Kuchli odamlar qulay davrlarni yaratadi. Qulay davrlar zaif odamlarni yaratadi. Zaif odamlar esa og'ir davrlarni qaytaradi." Ko'pchilik bu fikrni tushunmaydi. Ammo shuni bilingki, siz parazit emas, jangchi tarbiyalashingiz kerak. Agar siz millionerlar klubiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz har kuni 1% ga yaxshilanyapsiz.